Akalar, mana yana bitta shogirdimiz. Xudo xolasa sekin-sekin qo'li kelishyapti. To'kingiz nechi? To'kingiz nechi? Nechi to'kka qilgan? 65 juda past. 70 qo'ying. 80 qo'ying. 65 juda past. Qarang, mana bu qorishmay bir-biriga ustiga chiqib dumaloq bo'lib qoladi-yu. U tok pastligidan. Metal yaxshi qorishmayotganidan. Simma ayamasdan bering pastda. Mayli, bu yoqqa pastga tashqariga oqsa ham strashli emas, chaqlab yuborasiz. Ichi normalniy chiqish kerak. 2 mm chiqish kerak. Mana Mehmet qanday bo'lgan? Aylanasiga bir xil bo'lish kerak. Yomon emas, faqat pritupleniya ham kamroq, sal-pal kamroq. Tok past, tokni sal ko'paytiring, simni sal ko'proq bering. O'shaning uchun mana bu yerda kamayib qolgan. Balframni o'tkirlab simni norma bermagansiz, bir kam bir ko'p bergansiz, tok pastlik qilgan, o'shaning uchun bir-biriga qorishmagan. Azgina svarka qilgan joyingizda azgina ushab turingda, mana bu ustida azgina ushab turib, keyin olib keting. Bunga qorishib oladi, shunda bitta bo'lib ketadi. Birdaniga ketib qo'y, keyin buni tozalash kerak. Tozalab turib, keyin olib ketish kerak. Bo'lmasam, bu yerda pora yo musor qolib ketadi, qaynab ketaveradi. O'shaning uchun har bir tugatgan joy 1 sm qilib tugatdingizmi, chaqlab, keyin davom ettiring. Mana buni ham chaqlashingiz kerak ustiga chiqish uchun. Kir bo'lsa qaynab ketaveradi. Endi kir bor baribir bu yerda, qaynab ketaveradi keyin. Uni brak ko'rsatadi. Tekshiruvda brak chiqadi.